Ama yani bir tuzak gepler bolup aşağıya beripla kollamasak bulmaydı dep. O akmagan gep o. İtiraf kılmagan, kanunsuz cemiyetinin nizamnameге xilap aldı ilip berilgan saylamga bağlılıkның özü o namazatını kollamaslık ayrım mesele de. Aş saylam kapını itiraf kıgalı kıldı. Şonlaşko aldam haltığa düşmey. O itiraf kılmagan ki itiraf kılmayımız yok hükmüde. O yok hükmüdeki saylam komitetke elip bağın saylam kanda barıdı. Şonlaş karindaşlar yani bek üçmükön al ola başa berip avaz beğenmesekle boladı diken demey. Üyege bası bulmaydı. Çünkü itiraf kılmagan narsa kanunsuz bu. Cemiyetning nizamnomasiga to'g'ri kelmagan bir saylam komitetini uyaga basak, mayli qanday bilat tashlashning qat'iy nazari shu saylam komitetini itiraf qilgani qoldi. Ben cemiyetning hozirgacha bo'lgan pozitsiyasi itiraf qilmadimdi. Itiraf qilmagan uyaga bağmağanlik to'g'ri bo'ldi. Mehmet Doktor'un bir fikrini tushunmadim ben. Bu qandaq güzlümü çıxaqlar bular qandaqsız onda qılalaydı. Bu saqlab qo'ygan, arxivga ep qo'ygan, hammalar ep qo'yanlar, arxivga ep qo'yganda gapkan bu. Tözülün aldıda saylam komiteti dep saylagan saylam uruluş toğallar muş hazır men biladigan muş Uygurlar Vancouver'dakini men desem muş Nurlaycım aş Halqa Sürey Məcid kişiğilib şu yerdə saylam qılımız dep halq Abdülaziz bilan Toyğun Abdülla ikkisidan birini tanlaymiz dep şu yaxda men degandim. Toyğunni men qachondan tatib tanıyman. Toyğun yaxshi xizmatini qildi. Men shu vaqtdan tatib dedim. Ovoz tashildik, shu saylam qildik. Şu vaqtdagi shu saylam qilgan shu vaqtda men yana tordan diqqat qilib turug'liq aşağılıqqa alimning shu vaqtda saylamga chepib yurganini bilma. Nurlarcının kim bilmi. Şu vaqtda saylam gruppasi bo'lganlarni itiraf qilib hozir o'zining prinsipiga zid kelgan vaqtida bu saylam komitetini itiraf qilmay saylam bağlanlarmi günahkar degan gapni ko'tarib chiqsa bu faqat man ittifoqsizlikni mangu tugatmaydigan narsa bu. U yolg'iz Mehmet Doktor'u demsizler, dünya qurultayı demsiz, bütün Uygur halkı yığıp danglar, Uygurlarning ichida ittifoqsizlikni terayotganlar, mushundaq bir o'zining gipidan o'z yonadigan ikkiyuzlimichi insonlar bor. Men buni chet-ellar bakchiq va hatto ba'zi bevosita ishbirlari bilan munosabatga chetiqliq. Ben bunda bizimle bakchiq bilaman, bakchiqni isbotim. Hatto bir qismda Mehmetning tanishlig'i chetiqliq. Men shunday gap qilsam meni topdan chiqarib o'tib, yoki bo'lmasa meni gap qildi o'tmay, u yoqda bir şey bo'lib, bu yoqda bir şey bo'lib, manda qarlaydigan videolarni ishlab chiqib, olimlar Nurlarjini manda video ishlab qarlab chiqib, o'zi isbot qoldirib qo'yib, o'zi tutqib qilib, manda resvalik degan qanday degan ish bu? Saylam eğer Uygur halkı özünün saylam komitetini özü itiraf qilgan bo'lsa, ayaktaki prinsipallık meselelerde xatolashganlar bo'lsa, şunu tuzatish kerak. İttifaqlik deb quruq shuarni to'lab yurib, ittifoqsizlikni o'zi chiqarsa, balo qazoq o'zi qarshi bo'ladi. Buni Uygurlar tuzatmaguncha chet ellik tuzatib bermaydi. Men nega gap qilsang deyman men gapimni. Sud qapramsizlar, Supreme Court, Kanada Supreme Court deyalama gapni. İstihbarat qapramsizlar, RCMP qapramsizlar danglar. Mana men igama gapim hujma. Sizlar bilgandan jiqnasin xabarimiz bor bizniki. Ha, bu yerda bir yolg'iz u emas. Ya'ni bosh ko'rmay qilayotgan o'yinning hamma narsani ko'rib turibmiz biz subsizlik. Edem ahmaq qilma deb Uyg'ur millatining nimasiga g'ururga, onurga tekkida ya kelgan vaqtida o'xshash Uyg'ur millatining o'g'lonlari chiqarasiga qarshi. Ne yapmasan danglama gap. Ha Uyg'urlar mı bilsin bu shuni? Uyg'urlar mı ravris uqsin? Biz gap qilmay o'tsaq, necha vaqtdan beri har xil o'yinlarni o'ynab baqtinglar. Ko'p subsiz ko'ydi qo'shna. Qandaqsiga hozirgi vaqtda endi mana o'zining diginining kamiga avval ostida, o'zining diginining kamiga avval ostida
Bütün Saylam Komitetini hamma adamlar yo'q chiqarishga ma'qul kelib o'tiramdikmi? Uyg'ur xalq o'zi tanlasin. Bundan keyin agar mushunaq ikkizlimchilarga Uyg'ur xalq yo'l bersa, shaxsan Uyg'urlarning cho'ng'izidan tartib men oldidan deb beralayman. Bütün Uyg'ur xalqi shuni anglasin. Mening gapimni arxiv qilib saqlab qo'ying. Men Mehmetning gapini arxiv qilib saqlab qo'ydim. Bundan iş bulamdı. Yani özlerinin digini kelgen vaqtida Saylam Komitetini itiraf qilsa, biz itiraf qilmayız. Bular da'vatida, men ko'rib turibdim ikkili tarafni. Bular da'vatida kel birlashib gap qilaylik, talash tartib qilaylik, fikrimlarimizni ochiq deylik. To'g'ri yo'l bu. Sen karşıya men gap qilmayman, sen men qarshi gap qilaveramsan, unda haq yo'q. Hech kimda yo'q. Mendim yo'q, sendim yo'q. Muşnasını insanlar ittifaklık değiştim burun, yoğun şuar toğlaştım burun, yoğun yerden düştüm burun, inkılap kılavatkan, onda kuruk namaş kılam çıkıp koyapamaz, hil işini kılavatkan insanlar var, kan bedel tölevatkanlı var. Kanda hakla bu? Birbirini özleri itiraf kılmaydı. Ne yaparsan yapamam, Kanada'ya pırpı, men bir bildirip de, içimizdeki seslikçilikini taza. Şu vaqtida biraz bir numus qilganlar ulab qolib qolsa, o'zini tuzda bo'lmasa, ishak bilan menga ishakka urib, ishakni haydab, ashuna mangilgan bir yo'l chiqa. Bo'lmasa, hech qanday nima yo'q bu. Qamlashmagan ish bu. Mana ma'ni nimada islamda? Nima deb ba qo'ysa, Uyg'ur xalqi o'z ba qo'yib qo'ysa bo'ldimi shunga. Agarda fikr o'xshamasa, butunlay rad qilib itiraf qilmaslik mana shu mangu ittifoqsizlikni davomlashtirdi. Hech kimning og'zida gapga qaramanglar, ittifoqlashaylik, men shunga hech qachon ittifoqlashishning tarafdori bo'lib gap qilmayman. Meni tadqiqot qilsang, chunki agar vaqt shunaq bo'lib va yoki Xitoy munofiq monopol qilsa, ittifoqlikning keragi yo'q u vaqtida. U ittifoqlikni buzib, vatan uchun yo'lni mengaverish kerak bo'ladi. Muşnokluğunun bir insanların kalısı bir manda bir stratejik düşünce nimeler bulmasa halkın ki kapasitesi töver. Bunu desem de bazı bir kısımda Uygur halkın yaxşı görgen bulabilir. Sen yaxşı görgen olsan kançılık yaxşı görsen. Vatan için kançılık bedel to'layalding, yoki kançılık hareket qilarding, aqlini çalıştıralding, kançılık bir ishlarni vujudga chiqaralding. Yo'q. Aş monument deganlar millioner olsun, profesör olsun, PhD olsun, yak savadsız olsun. Lekin sel vicdanı varlar yana başka. Şunu bu ma fikirge biraz mening alqa nimem keldi, açığım geldi. Ama to'g'ri ish emas bu Mehmet To'xta. Bütün bir Saylam Komitetine yak ovoz berganning hammasini sen chetga qo'ysan, buning cho'qim so'rqin ilish kerak bo'ladi. Saylam Komitetimiz birleşip durup, kol koyup durup, eğer de bir belgelimi kelişken vaxtida sen işini kelse, kollap işini kelmese mandak kılmadıysan, senin kancılık adam ikenliğini Kanada'nın bilsin, devlet mi bilsin hatta. Sen nime demkense, bu men muşuna kalık yalgan 200 şıkka her vakit karşı, her kim boz karşı. Vurmuş dünya kurtuyla içinde aşağı uyağını atkalını kapı tutup aldın neçisine. Bu rezillik kontaktikler işlemeydi bundan keyin. Halkның kalısı içildi. Dünya kurtuyla to'g'ri bizga bir teşkilat, xalqaro bir teşkilat kerak olurdu. Ama bu yerde o yoqda o'tirib turib, og'zi kelganini jo'lab ishning nimasini uqmaydigan bundaq oldikilar, yapında bir gap borki, iqtidorsiz siyosiyonlar, vatan sotquchi xoinlar debchi. Shuningdan bir farqing yo'q. Sen xalqdan quruq gap qilmaydisan, yo'g'onchilik qilmaydisan. Gap talish o'ynamas. Sening o gap chiroyli gap. Men hozir insonlarning chiroyli gap qilish bilan karim yo'q. Varang-churing qilish bilan karim yo'q. Ammo ish qilayotgan gapininki qanchalik taroziga bosadiganligi, kimning qanchalik to'g'ri va xato ekanligi bunga diqqat qilaman. Va uning ustiga kelib adolat. Adolatni sen dastlab bersan, Xitoyning ustidan shikoyat qilgan haqqing bo'lmaydi. Sen eng başida adalet bilan muomala qilishni o'rgan insonlar o'zining xalqinga, jamoatchilikka to'g'ri yo'l prinsiplaring bilan
O buzilishlik undaq kasaplık akmaydı. O devirler öteyip gitti. Ben kardım burun neticelerden beri tip değiştiriyordum. Hazır kardım ki hilcik adamın kavus içilip de. Bulapmış yaşlardan köpürekken kavus içilganlardan. Yaxşı bu. Bu yaxşı. Fikirlerin dadıl oturup koyuş gerek. Birisi de doğru aç. Kilinla Rukiye karşı olsa avaz vermeniz Rukiye karşı avaz verenler. O aşının üzümü doğru. Yani kabul deptaş gepne. Yani okşamaydigan fikirli olsa mı? Ama fikirli bir yerge kilip muşunu qandaq hal qilish o'tirsa ikki taraf o'xshash darajada kuch chiqamasa u kazaplik bilan keyindan o saylamga bag'anlarni qiltoq qilishmoqni ash nima qildiqa shaxsan men demokratiya deysizlar demokratiyani men kanadalik siyosiylik sud mahkamasiga sizlar demokratiya deysa demokratiya insonlarning haqlarini rad qilib turib bulamda demokratiya bana cevap versin. Ve küçüklüğün tarafı turamsızlar ya sizler haklılıkın tarafı turamsızlar. Bana cevap versin. Ben sot mahkemesine hakimden soraymamış gepni. Bu insanlar muşuna haklar. Şun bu Mehmet Doktor'un gibi bitiler hata. Saylan kilingla halgalar rukiyen saylanlar. Halımganlar karşı avaz birin rukiye kilip. Üzümü yaptı şuna akavlının deyişçe. En doğrusu şu yani. Şu vaxtida tözülün aldıda bir saylamda da itiraf kılıp hazır gipin başkuranmaydıkken gipimden alımı deyip bölüneşini sizler çıkarıvatsızlar. Videonun hata işlep kaldınlar. Mehmet Tok'ta sizler iki edemini karılap video işildinler. Hata işlep kaldınlar Mehmet Tok'ta. Kımmaydı kaşını kıptaşıldınlar. Sizin edemler kıldı. Sen şahsen kımmadın, ben senin mi şahsen kımmalıkını bilmem. Tuyğunun mu şahsen kımmalıkını bilmem. Tuyğun kallam kesişelmeyim, tuyğun mu kımmaydığını. Xitay'nın zulmünün kölge edemi var tuyğun. Ama sen Xitay'nın bir zulmünü görüp bakka edemez. Ama lekin sen mi o derecede kımmasın. Lekin sen yalgan gepini tuyğun okşak pısığı bir yer cıkırak kıptaysın. Ama hemmeden bölüdü bir yer terkimli ki. Bu derecede red kılış bilen İttifaklık deb vaqırğınınlar, red qilishinglar, o'zinglar ittifoqsizlik qilib turib, o'zinglar ittifoqsizlik qilib turib, red qilish bilan ittifoqlikni birlikka keltirolmaysizlar. Sizning tuvalgan shuaringlar yolg'on. Sizlar red qilib turib qilsanglar, ash gapni hammangiz bijolab desanglarmi yolg'on. Ishonishga chunki sizlar yolg'on odamlar. Muşnasına inik meydanda inik qo'shildi. Senin o red qilib qo'yishinglar yoki manda gap ustlik qilishing bilan chiroyli Uyg'urlarning qulqiga yaqilgan gapni tip chiqiblam qilganing bilan to'g'ri xato masalasida Allohning oldida javob berolmaysan sen. Hamma odamning adolat tarasi var. Hamma odam hatto ba'zan sendan chiqmasin biladi Mehmet To'q bilib qoldimi yana. Sen hukumat yoki parlament uçbuşdimi? Mushuning ichidami sendan chiqroq narsani bilganlar bor. Bunun bilip kal, bek unsurlamet üzerinde piştallamında oylap gitme. İnsanın içinde insan var. Eski çapanın içinde insan var. Fakat kanlaşmayan bir iş oldu çıkıp. Benim biraz açığım geldi. Bu haksızlık tüpeldi. Şunun için bütün cemaatçilikim şuna nesnenin bildirip koyay deyip sözüldüm. Ben bek çıraylık gepni yasap caplap haqni aldab ko'ngliga mandan ham qilib ketmayman. Gapini udul fikrimni aniq qilgan odam. Ichimdim, teshimdim, oldimdan keyin o'xshab gapim maydonim aniq meniki. Ama mandaq şekilde nem qilgan darajasi kelsa, insonlar bütün Uyg'urlar o'zinglar biraz chuchimisanlar bo'lmaydi. Bizniki vatandoshimiz faqat qamlashmagan ish. Mushuna tupaydan nurg'a odamlar o'zini tatib turdi. Muşnak tüpeyden nurga adamlarının ko'ngli azap çekilik Uyg'urlarni muşnak nem qilib bizning ichimizdagi sesiqchiliklarmış o. Bu başka bir yerning Xitoyninki emas, Xitoyning qo'li demayman men yoki Kanadaning qo'li demayman. O'zimizning ichimizdagi sesiqchiliklarmışlar. Bunu faqat Uyg'urlar o'zlari hammasi bilish kerak, hammasi e'tirof qilish kerak, hammasininki kavus ichilishi kerak. Shu vaqtida
enandaki Uyg'urlar qanday qilganini biraz aql topsa, mümkün u vaqtida enandaki ittifoqlik degan narsadan ig'zoch qil bo'ldi. Bo'lmasa, bu butunlay yolg'on gap. Bundaq ittifoqlik bo'lmaydi. Bu ittifoqlik emas.